Demek gaz molekulalarını kinetik va potensial energiyalarimizni ichki energiya beradi. Hop. Biz endi buni real gazlar to'g'rilisa bo'ladi. Ikkovini bor bo'lgan vaziyatda ham kinetik bo'ladi, ham potensial. Sabab o'zi gaz molekullari to'xtovsizda taqis harakatda bo'ladi. Ya'ni harakati bor narsalar bo'lgandan so'ng kinetik energiya bo'ladi. Lekin potensial energiya o'zaro ta'sirlash tufayli bo'ladimi? Endi real gaz molekullari bilan ta'sirlashadi. Ideal ta'sirlashadi. Ya'ni ideal gaz uchun potensial energiya 0, lekin realda 2 ham. Yani biz umumiy holatda o'zgargan bo'lsak, keyin idealga tatbiq qilaveramiz. Hop, ichki energiyani biz ichkiga u haqda belgilagan bo'lsak, ye potensial bo'laveradi. Hop, ana endi bizda ideal gaz uchun ifodalagan bo'lsak, ideal gaz molekulalari masofadan ta'sirlashmaganligi uchun ye potensial nima bo'ladi? 0 bo'ladi. Mana bu real gazlar uchun to'g'ri aytgan, lekin idealda potensial 0 bo'ladi. Bunda nima bo'ladi? Bunda ichki energiyamiz U teng bo'ladi. Ye ya'ni enta kinetik energiya bo'ladi. Enta molekula. O'tgan darsda ko'rdik, bitta masala chiqqan holda bitta onlik mavzu beryapti diyor, bitta keng mavzu beryapti. Xuddi shundan chiqqandi. Bu kinetik energiya ifodasi. Xo'p, ana endi biz buni yoyib turib ifodalab kelsa bo'ladi, qolgan ifodalar. Xo'p, qani endi buni parchalaydigan bo'lsak, bizga kerak ichki energiya ifodalar kerak. O'zgarishni amal qilamiz. U teng kinetik nimasi bo'ladi? Yani 3 taqsim 2 k Ana bu k deganimizda bo'lardi o'zi. O'tmin doimiy. R teng k ga inalg'ador edi. Qani topsa, R taqsim inalg'ador. R taqsim n alg'ador. Shunga kelib qo'yilishi qonuniga. Shunda teng n r 3 taqsim k ga alg'ador. Endi bu shunday o'tasan 3 taqsim 2 n taqsim n alg'ador batirilgan r batirilgan qilsam bo'ladi. N taqsim n alg'ador. Bu kishi nima beradi? Pasanda. Ye? Malyar emas. New beradi. To'g'ri? Bizlar mana degan eslab New teng massa taqsim malyar massa yoki n taqsim n alg'ador edi. Demek men mana n taqsim n alg'adorga massa taqsim malyar massa bo'lsa ham bo'laveradi. Demak, bizda kelib qolyapti ekan. Ichki energiyamiz U teng. Xo'p, 3 taqsim 2 buni bir to'la qo'yib beraman. New deb qo'ysam bo'ladi. Yoki bo'lmasam odamlar o'zlaridan o'tmishda gaplashgan. TV teng New R degan narsa bormi? Bu kimni mana bu New RT TV ga tengmidi? Mana bu New RT o'rniga TV qo'ysam bo'ladi, demak kelib chiqargan. U teng kecha shunga ketdingmi? Ketdim. Xo'p, endi bo'ldi. Endi bu yerda bitta narsa bor. Gaz molekullarini erkinlik darajasi, ideal gaz molekullari erkinlik darajasi. Erkinlik darajasi deganimizda ularni x, y, z shu ifodada harakatlarni. Ularning harakati ideallarga aylanma bo'lishi mumkin yo'q. Demak, ular 3 to'qda ham ideallarga ham aylanma harakat qilishi mumkin. Qarab turibmiz, ularda erkinlik darajalari bo'ladi. Mana bu 3 dan qo'llangan o'zgarishlarga qachon o'tamiz buni degan. Keng darsa. Xuddi o'sha erkinlik darajasi bo'ladi. Ideal gaz molekullarining erkinlik darajalari 1 atomli gazlar uchun bo'ladi. 2 atomlilar uchun 5, 3 yoki undan ortiqlar uchun 6 oladi. Biz bu holatga keltirib olish uchun ketamiz. Birinchi o'rinda nima yozaylik? Ideal gaz molekullarini erkinlik darajalari.
o'sha necha to'xtab, necha harakat qila olish. Agar bir atomli gaz bo'lsa, moda gaz bo'lsa, uchimiz I teng uchamiz. Bu ishimizni aytadi. Ikki atomli bo'lsa. Uchamiz. 5 Hop. 3 yoki 6 3 yoki noshlar uchun I teng 6 olib ketiladi. Bu gaz molekullarining erkinlik darajalari. Erkinlik darajasi. 3 minut oldin tiringlik. Hop. 3 o'lchali fazodagi harakatlar. Harakatga qarab turib, uni olib chiqamiz. Harakatlanma, aylanma, tebranma harakatlar uchlarda yig'im sifatida 3 o'lchali fazoni ifodalayapmiz. Bir xil harakat qilishi 5 xil, 6 xil holatda harakatlar qilishi 3 o'lchali fazo. Bu bir atomga uncha o'ylash bo'ldi. Endi mana bu biz ichki ifodasini nima ko'ryapmiz? 3. Mana shu bu ideal gazlarimiz faqat bir atom uchun keltirishadi. Biz buni endi umumiy holatda ixtiyoriy necha tomli bo'lsa o'shani ifodalamoqchi bo'lsak, men umumiy holatda ketaman. Umumiy holda. Bu demak bo'lar ekanki, nima? U teng shuni I taqsim 2 nu RT. U teng I taqsim 2 massa taqsim molar massa RT. U teng I taqsim 2 n taqsim R gaz bo'ladi RT ham bo'ladi. Yoki U teng I taqsim 2 T degani bu. Tushunarli bo'ldimi? Agar bizga bir atomli deb ketadigan bo'lsa, i nechi qo'yib ishlayveramiz? 3 qo'yib ishlayveramiz. 2 atomli desa 5 taqsim 2, 3 yoki undan oshiq atomli harakat desa, 6 taqsim 2 qo'yib ishlayveramiz. 3 qo'yamiz. Tushunarli bo'ldimi? Bu mayda ichki energiya ifodalari. Bu qaysiga tushunsak, ideal gaz uchun xolos. Faqat mayda ifoda keyin energiya. Mamolosiga ichki energiya ifodalasak, energiya qanday ko'rinishi ham bor? U teng Y netishgani uchun m v kvadrat taqsim m umumiy massa sifatida. Agar bir donasini topsa, m 0 kvadrat taqsim. Shuning uchun siz qo'yamiz, kinetikga bilan ichkiligini bog'lab qo'yadigan bo'lsa, demak kinetikga ichkiligga faqat ideal gaz. Qachon potensial aytib bo'ladi? Qachon u real gaz bo'lsa. Birinchi o'rinda ichkilikga o'zgarishlarga o'zgarishni ham xat bor. Yaxshi qarasam, hammasida harorat qatnashgan. Bo'lsa boshqa mana ularni hisoblagan bo'lsam, agar harorat oshsa, men ichkilikga ham oshadi. Kamaysa kamayadi. Men gazni harorat oshgandan so'ng uni harakat tezligi ham oshib turib, energiyasi ham oshyapti deb. Ichki energiyasi oshgandan so'ng biz qancha holatda energiyadan dastlab ishlasak, xatga tushib qancha yorganlik. Demak, ichki energiya o'zgarish. O'zgarish. Delta U teng U 2 minusdan U. Aytaylik, mana idishda T bosimda T bir haroratda aytaylik, bir haroratda gaz bor. Biz bunga tashqi nuqtani issiqlik berdik. Issiqlik berganimiz uchun buni ichidagi parametrlar o'zgaryapti. Ya'ni buni emas bosim bu karakterini teramas kerak. Mana endi men dastlabki holat uchun ichki energiyani ifodalamoqchi bo'lsam, u bir teng I taqsim 2. Shundan ko'ra kelib bir atomlik uchun ketdik. Bir atomlik uchun chiqib ketaman? 3 taqsim 2 bundan ketsam ikkinchi holatda ichki energiya Niye o'zgarmagan sababi massa kirib chiqdi yo'q, sonlar o'zgargan. Gaz kirib chiqdi degan narsa yo'q. Bu yo'q, aytib qo'ysam, 2000 so'mlar. delta U teng U minusdan U bir. U minus 3 taqsim 2 minus 1 bölürsem 3 taqsim 2 U RT bir xillarda 3 taqsim 2 New York. 3 taqsim 2 New York. Tazilashga chiqarib olsam, Yaxshi, ekstralarni qarasangiz. delta U teng
3 taqsim 2 nu r t 2 minusdan t 1. Bu kishi nimani beradi? Ichki energiya emas, harorat o'zgarishi beradi. Mana bu delta t desa, bo'ldi, tamom. Delta u teng 3 taqsim 2 nu3 taqsim 2 nu r delta t desam bo'laveradi. Xo'p, ana endi men buni yozish mumkin. Delta u teng 3 taqsim 2 kelasi ideal holatda. Ya'ni umumiy hisoblasam, I taqsim 2 nu r delta t yoki I taqsim 2 massa taqsim malyar r delta t yoki N taqsim N Avogadro. n taqsim n Avogadro r delta t desam ham qo'ymasam, tamom. Bu ichki energiya o'zgarishi umumiy holatda bo'ldi. Hech narsa. Dastlabki vaziyat uchun Mendeleyev kilogramm termasidan foydalandim. Birinchi holat uchun. Birinchi holat. Mendeleyev kilogramm. İkinci holat. Hajm o'zgarmadi, o'zgarganmi? O'zgarish. Endi bu yoqdirsam bo'ladi. Çok tutarken koyalım. İki önümüz geçsin olmaz. Şimdi Ceren güç çıkamasın dedim de. Ceren daha rahat geçsin. O ayakta böyle 2'den 1'de öğretmen çünkü. Ayrıca diyormuşsam bu yerde kal yapışan dedik. Peki. İnsan. New York'a çıkarırsam. Nerede kalır? Delta tayam, New York delta tayam nima ekan? Bunga teng bo'lishi mumkin ekan. Delta bo'lishi mumkin. Buni o'rniga. Peki bekimiz endi jarayonga qarab turib, agar izobariy jarayon bo'lsa, bosimlarni bir qilib chiqaraman. Shu delta beki ko'raveradi. Agar izoxoriy bo'lsa, hajmlar chiqaraversam, delta teki ko'raveradi. Izoteng Masal. Izoteng nol qoladi. Demek ki bir gap bor. Endi asosatga. Delta u teng biz qo'yish mumkin I taqsim 2 ma'lum bo'lsa bo'laveradi endi. Biz mahiyamiz yo'q, jarayonni negamiz yo'q. Ixtiyoriy jarayon bo'lishi mumkin. Agar izobariy bo'lganda bosimlar teng bo'lib chiqarib olsam delta, izobariy bo'lganda hajmlar bir xil chiqarib olsam delta, lekin biz faqat o'zgarishni ko'ryapmiz xolos. Hech qanday jarayonga hali o'tganimiz yo'q. Endi jarayon o'tamiz. Birozdan o'zi demak qaysi holatda? Umumiy holatda. Ichki energiya o'zgarish. Biroz fursatdan keyin mayli, izojaga tadbiq qilishimiz mumkin. Hozir esladik. Bunga nima chiroyli. Savollar bormi ketdi? Nimadir so'ramoqchilar, so'rayman. Короче, eshitamiz. Endi gaz ish bajaramizsak, bajaradi. Yoki masalan kimdir ko'rganmi gaz ish bajargansak, misol uchun buni qanday ko'rish mumkin? Bu modda bir gaz yoki suv boshlaysan. Ana masalan bog'da haligi attraksiyonlar bor, yuqoriga olib chiqib, suv tushishi bor edi. Uni nima bor? O'shani orqasida tubasi bor. Masalan havo so'radi, havoni bosimi hisobini yuqori ko'taradi, pastga tushdi, havo siqilganda chiqib havo suyanadi. O'sha tormoziga xolos. Tormoz. Endi o'sha havo borishi lozim. O'sha yordamida ko'taradi. Iloji yo'q. Gaz desam, haligi qurishda ishlatadi-ku, yuqoriga ko'taradi, ko'taradigan rels bo'ladi. Illikka o'xshagan narsa. Haligi kinoda ham bor. Operatsiyalar studentlarga xizmatga boradi. Operatsiya semenlar yuklab turib, yuqoriga olib chiqadi, o'sha qiladi, ular qolib ko'rgan reks. Men xuddi shu orqasi turbasi bor, ichida suyuqlik ili biroq gaz bilan bo'lishi mumkin. Gazni biz qizdirgan bo'lsak, uni ichiga gaz qo'shadi, hajmi kengayadi. Bu degani nima qiladi? Biz o'sha nima qildik? Yukni joyladik va gazni isitdik. Isilgan gaz nima bo'ldi? Kengayib turib, haligi nimani? Yukni yuqoriga ko'taryapti. Unga bog'langan sistema. Ko'tardi va biz gazni sovutadigan bo'lsak, gaz yana torayib turib, yana haligi pastga tushadi. Qancha biz yuqoriga yukni olib chiqib olyapmiz, umuman. Shuna qilib ish bajarsa bo'ladi, gazni bajargan ish. Xo'p, mana bunday xuddi shunday bo'lyapti mana. Bu yerda aytaylik porshini bor. Porshin dostami bor, gaz bor ekan.
Bu qizdirilgandan so'ng yana portion yuqori ko'tarilyapti. Agar unisi biror yuk qo'yib qo'ysang ham yuk biror masala ko'tarishi mumkin. Ko'rganmizki, yuk biror masala ko'tarilganda ish bajaradi, MD qash. Endi bu ham xuddi portion yuqori ko'tarilyapti va hajmi delta Z ga oshyapti. Yuqori ko'tariladi. Va shunda portion ostidagi gaz ish bajaradi. Xuddi shunday ketadi. Misol uchun mana bizda darslar bize var çünkü 4 tane falan böyle. Arada siling. Buni ostida dedik gaz bor. Arada o'sha portion. Endi biz aytib o'tdik, o'tgan darslarda erkin siljirilgan portion ostida bir gaz bor edi. Dastlabki hajmi 1. Dastlabki holatdagi yerdan mana H1. Biz mana bu gazga tashqi miqdor issiqlik berdik. Issiqlik miqdorini qanday ko'ramiz? Issiqlik energiyasi beradigan bo'lsak, bundan Q miqdorda issiqlik chiqadi. Ya'ni yoqilib bo'lsa, yonilib bo'lsa ham, bundan Qn issiqlik miqdori ajralib chiqadi, shu issiqlikni biz beryapmiz. Biz berganimizda bu gaz kengayapti, keyingi holatda buni ko'rinishi portion yuqori harakati mana shu yerda chiqadi. Portionning keng nazariya bo'lyapti. Bundan gaz kengayadi. Mana darsda holatga nisbatan ko'tarib qanchaga delta H. Chunki uni keng yerdan balandligi bo'lyapti. H bo'lyapti. Bu H bir darsda keng esa H2. H2 bilan H1 bergan delta H bo'ladi. Endi buni ostida o'sha gaz turibdi. Kengaygan gaz. D2 H. Endi bizda bajargan ish degani A tengdir. Gaz ko'paytirilgan S. Qo'shimcha tarqalmalar chunki bosim tushadi yuqoriga, qo'shimcha tarqaladi. Shu narsani o'lchakni o'ldirish, ko'rsatuvda Fs bo'ladi. Endi S mana bu portionda yuzasimi yoki masofami? Masofa delta H. Fs ko'rsatadi. S bizda bo'lardi masofa. Mana bu S'imiz masofa. Ya'ni qancha masofa ko'tarilyapti? Delta H. Ya'ni buni F ko'paytirilgan delta H bo'lsa bo'ladi. Tushunasiz. Dastlabki hajmi va birdan keyin Z2 bo'ldi. Qancha ga ortdi? Delta Z teng V-dan V. Endi Z bizda bu endi silindr simon, to'g'ri? Silindr hajmi S gara H ga yo'yiladi. Dastlabki keyingi holat uchun oladigan S gara H2 100dan S gara H. S'lar o'zgarmasa, portion keyinga faqat yuqoriga ko'tarilgan. Bu yana S'lar chiqarib olsam delta Z nima qoladi? H2 H. S delta H bu? H2 H ya'ni delta H. Ular S delta H bu bosim hajmi o'zgarish. F bosim kuchi qanday bo'lar desa, biz bilamizki bosim P teng F taqsim S'dir. Mana bu bosimga kelyapti. P teng F taqsim S. Buni ko'tarib turgan kuch bosim kuchida S topadigan bo'lsa faqat F teng qoladi. Qaysi qoladi? Shu bosim kuchi bilan yuqoriga ko'taryapti. Bo'ldi. Mana shu yo'lni olaman. P ko'tarilgan S ko'tarilgan delta H. Mana bu kishi kimga beradi? Delta delta bo'ladi. Demak, qachon gaz ish bajarsak, uni hajmi oshsa, kengaysa. Kengayish natijasida qismni yuqoriga ko'tarib berishi mumkin. Bo'ldi, demak bizda umumiy holatda ishni A teng P delta V deyishimiz mumkin. Tushunarlimi? Bu demak umumiy holatda erkin siljirilgan portion ostidagi gazni bajargan ish. Endi qarang. Xo'p, erkin siljirilgan portion ostidagi gaz degandan so'ng biz aytganimiz kim o'zgarmas bo'lardi? Bosim. Ya'ni dastlabki bosim ham keyin ham. Dastlabki holat uchun Mendeleyev diagrammasidan termasini foydalangan bo'lsam, V teng keyingi holat uchun John birdan ayvorsam P delta V P'dan chiqarib Z2 so'ra, ya'ni delta V teng New'lar chiqarib olgan delta yuzaga qoladimi? New R delta T. Demak, P delta V New R delta ya'ni mana bunga New R delta bo'lsa bo'ladi. Demak, ishni ko'rishda o'rganganki A teng P delta V yoki New R delta T bo'lishi mumkin. Ya'ni izobarik jadval uchun
Bo'laveradimi? Bu ishi. Endi keladi odamlar ana o ichkariga o'tkazgan ishni iza jarayonlarga, iza barik, iza xorik, iza termik jarayonlarga tatbiq qilishga bo'lsa qanday? Birinchi o'rinda kimni ko'raylik? Izo barik jarayonida ish va ichki energiya o'zgarishi. Aytaylik, biz erkin tijoriy qo'shimni buni ko'rdik. Ular ishda gaz bor. Buni bosimni o'zgartirmasak bo'ladi. Dastlabki bosimdan ko'ra kengsa, chunki zar bir dastlabki hajmi va keng hajmi. Bitta bir dastlabki harorat tezlikda kengi harorati. Xo'p, ana endi odamlar biz ko'rdikki, ishi mana shu bo'laveradi. TDD yoki masalan New York DD. Nima qanday? Yo'q. Muammo yo'q, ko'rdik. Maydagan ish ating T delta V yoki New R delta deyveramiz, tushunasizmi? Xo'p, ichki energiyasi foydalanmoqchi bo'lsak nima qilamiz? Ichki energiya degani dastlabki vaziyat uchun u teng, u bir. Biz buni ikkita holatda ko'rishimiz mumkin-da. Demak, I taqsim 2 T V deysam, I taqsim 2 New R T bir deyishimiz mumkin. Yoki ikkinchi holatda ichki energiyasi u teng I taqsim 2 T V 2 yoki I taqsim 2 New R T 2 deyishimiz mumkin. Haroratga olingan, bosim hajmiga olingan o'zi oldi. Endi bir xil ifoda qatnashganlarni birdan ayirib ko'rsam, ichki o'zgarishlarga kelib chiqaradimi? PV qatnashganlarni aytsam, U2 dan U1 da aytsam, delta U. I taqsim 2 P dan chiqarib olsam, I taqsim 2 P dan chiqib ketsa, delta V qoladi. To'g'ri? Bundan ham I taqsim 2 New R dan chiqarib olsam, bu bo'lishi mumkinki, I taqsim 2 New R delta New Yorkda da PDD, Germaniyaga PDD, New Yorkda to'g'ri ham bo'ladi. Bu ichki energiya nasıl bo'ldi? O'zgarish. Qaysi jarayon uchun? Bo'ladi. Endi qolganlari bundan tezroq ketadi, ya'ni osonroq bo'ladi. Sabab boshqa jarayonlarda ma'lum bir vaziyatda bo'lib qolishi mumkin, to'g'ri? Ma'lum bir hodisalar bo'lib qolishi mumkin. Bu esa bari jarayonda ish va ichki energiya o'zgarish. Endi qayerda? Tezroq. PDDlar aniqlanadi, New Yorkda ham aniqlanadi. Bunga aqldan bo'ladi. Bunda delta U teng I taqsim 2. Bunlar ichki energiya o'zgarishi ishga ham bog'liq. Ishga emas. Ishga bog'liq. Endi bu atomlar soni yo'qotib 3, 5, 6 bo'lishimiz mumkin. Bu kim uchun bo'ldi? Iza barik. Iza xorik jarayon uchun izo xorik jarayon ish va ichki energiya o'zgarishi. Bo'ladimi? Endi yana xuddi haligi ishni qo'ying. Dastlabki holatda ishda gaz bor va u keyingi holat. Dastlabki bosimi P1, endi P2 bo'ldi. Dastlabki hajmi B, keyin ham chunki xorik. Harorat dastlabki 1, keyin esa T. Bu muammo yo'q. Endi bizda bajarilgan ish degani A teng bo'ldi P delta V, to'g'rimi? A teng P delta V. Ye? V o'zgarganmi? Yo'q. Delta V ga V 2 minus 1. Bera bilarsam nima bo'lib ketadi? Izohlarda hajm o'zgaradi. Ha, ko'tarilmaydi ham qo'shib tushmaydi. Qachon ko'tarsa, tushirsa ish bajariladi, to'g'rimi? Bu ya'ni iza xorik jarayonida ishlaydigan. Ha, gazning bajargan ishini o'rgan. Demak, gaz ish bajarmas ekan. Bu degani nima qiladi? Ichki harorat o'zgaradi. Dastlabki holat ichki energiya. U bir teng I taqsim 2 P1V I taqsim 2 New R T1. Bu ikkinchi ichki energiyamiz. I taqsim 2 P2V yoki I taqsim 2 New R T2. 2dan 1 desam delta U kelib chiqadi. Delta U teng I taqsim 2V, I taqsim 2V chiqarib olsam, I taqsim 2V lar chiqarib olsam, P2 minus P1 nima beradi? Demak, men buni delta PV bosam bo'ladimi? Bosim o'zgaryapti, shuning uchun delta P oldim. Hop, bularni ayiradigan bo'lsam, I taqsim 2 New Yorklar chiqib ketadigan bo'lsa, demak, I taqsim 2 New R delta T bo'ladimi? Bu kimda? Izoxorik jarayonda ichki o'zgarish. Tamam. Bu osonligining sababi
İşin aytayım, nol teng. Hop, keyingisi qancha jarayon? Izotermik jarayon. Izotermik jarayonda ish va ichkilikka o'zgarish. Birovni hop ketish. Bu birinchi, bu ikkinchi holat. Dastlabki bosimni tig'ir. Tik. Qaror dastlab qanday bo'lsa, endi bunda ish bajaratmasak, bunda ish bajaradi. Bizda jarayonda bajaraymiz, endi sal boshqacha bo'ladi. Birinchi o'rinda ichki egasi o'zlashuv. Dastlabki ichki egasi bir teng I taqsim J mu R T keyin odam bo'ladi. Bu ikki teng I taqsim J mu R T ya. Bana bakarsan buna. Nol bo'ladi. Bu teng. Yerda bu teng. İçki o'zgarishni. Demak, izotermik jarayonda ishga bo'lgan. Demak, gaz ish bajarishi. Endi gaz ishi hali bo'ladi. Sabab biz o'zi bosimni hajmiga bog'lanish grafik bo'lsa, uyda bajarish kerakda. Aslida nima derar ekan? Hajmiga bog'lanish grafik bo'lsa, uyda ishga o'zgarish bo'ladi. Ishga bo'ladi. Izotermik jarayonda grafik qanday bo'ladi? Qanday bo'ladi grafik? Qarab bo'ladi. Bosimda katta rojadan tanlab olsam, vaqt o'tgan sari bo'lishi kerak. Bosim kamayib, hajm oshishi. Yana mana shunday ketish kerakmi? To'g'rimi? Endi P ni V ga bog'lanish keraksa, grafik ostidagi yuza bajaring kerak. Mana yuza. Egri sirt ostidagi yuza qanday topiladi? Integral. Demak, biz bu yerda topishimiz kerak. Adi, hop, P'de N, hop, hajmi, bir reyki oladi uchun. Bir ikkinchidan Ma'lum qaranglar. Logaritm yerku yo'qni qarashmi? P'da bizda teng bo'lishi kelmagan, New York ham teng bo'lishi kelmagan. P'da teng New York. O'na. P'da teng New York teng bo'lishi keladi. Endi tushunmadim. Albatta. Teng o'zi programmaga New RT ln taqsim bo'ladi. Birdan kelgan oralida bas logaritm. Endi bu ln y-siz ko'ryapsizmi? Y-siz necha turadi endi? 270. Mana bu kasb doim 270 ga karali chiqadi. Chunki siqilmaydi. Doim. Logaritm asos ko'ra 270 bo'lsa, to'g'ri ko'radi. Muammo emas. Doim shunga karali ifoda chiqadi. Agar unaqa chiqmasa, bu masalani ishlab bo'lmaydi. Kalkulyatorsiz. Endi agar bersa, ya'ni paytda hozirgi tensorlar bu narsa berilgan yo'q. Qanchaga teknik so'ragan. Demak, ish degani bunday. Bizda bitta keladi. Endi teng P'da bo'lsa jarayonda. Endi bunda nimaga buni grafikdan keltirib chiqarsa bo'ladimi? Mana bunday grafik davom desa, bo'ladi unda ham. Faqat kimga ekan? Bosimni hajmiga bog'lanish grafikdagi grafik bo'lsa yuza ishga kelganda, izobariy jarayonni ifodalasan. P'ga bog'lanish kerak xolos. Chunki P'ga bog'lanish grafikdagi yuza ish beradi. Bosim shunday kelyapti. Mana bittasi 1 bo'lsa, bittasi 1 bo'ladi. Bir hajmlik, hajm. Bu yerda P o'zgarmaydi. Mana bu yuzani topishim kerak-da. Bu yer P. Bu oralida delta qanday? Yuza degani A teng P delta. Endi termik jarayon, xorij jarayon ishlash jarayoni deymi? Sabab. Hajm o'zgaradi. P'dagi bog'lanish grafiga bergansan. P'dagi bog'lanish grafiga deb bo'ladi-da. Grafik osti yuza yo'q. Ostidagi kerak bizga. Grafik osti yuza kerak. Lekin osti yuza yo'q. Shuning uchun ishni aytamiz.
bu yüzden de tabii savollamam kecha. Bu bizda ish va ichki o'zgarishlar bu. Endi keyingi rasmda xudo xolasa mana shu ichki o'zgarishlar ishni yig'indisi sifatida termadan keyin birinchi qonunni yasab chiqamiz. Ashiga. Shu kerak bo'ladi. Ashta to'xtayam, bitta bo'yin.